Salom do'stlar, bugun sizlar bilan biz qishloq topamiz va qishloqdagi barcha qishloqlarni o'ldiramiz. Qani bo'lmasa ketdik do'stlar. Ey sigir, daraxtlar qayerda? Aytmadi bu sigir. Ketdik endi cho'chqadan so'raymiz. Ey cho'chqa, qayerda? Qayerda? Ha, bo'ldi, rahmat, topdim. Va do'stlar, biz hozir daraxtning oldiga borib olishimiz kerak. Ketdik. Va tezroq borishimiz kerak. Hozir suvga sakrayman. Ana do'stlar. Ketdik, tezroq. Biz daraxt topishimiz kerak, daraxt. Mana chiqdim. Endi daraxtni ham chopamiz. Va mana do'stlar, daraxtni chopyapmiz, do'stlar. Bizga ko'proq, iloji boricha ko'proq daraxt kerak. G'isht kerak va o'zimizga kerakli buyumlarni yasab olishimiz kerak. Va biz qayerda qishloq borligini esa hali bilmaymiz. Shuning uchun biz qishloq topish uchun bizga hali yashashimiz kerakligi uchun bizga daraxtlar va ko'pgina oziq-ovqat kerak bo'ladi do'stlar. Qani bo'lmasa, tolni ham kesib olamiz, o'zimizga keraklicha kesib olamiz va keyin astagina yo'lga chiqamiz do'stlar. Qani bo'lmasa, bo'ldi, endi veristak yasashimiz kerak do'stlar. Buni ham chopib olaydi, bir ikkitagina. Bo'ldi. Endi veristak yasaymiz do'stlar. Daraxtlarni blokka aylantiramiz. Daraxtlarni blokka aylantirdik va endi veristak yasadik do'stlar. Bizga hozir kerka kerak bo'ladi do'stlar. G'isht chopishimiz kerak va kerkani ham yasab oldik do'stlar. Qani bo'lmasa, endi g'isht chopishimizga navbat beramiz do'stlar. Bir 15 tagina g'isht bo'lsa yetadi do'stlar bizga. Bitta kerka va qilich bizga kerak. O'sha kerak bo'lgan narsalar bilan do'stlar biz bemalol o'zimizni tiklab va qishloq topib qishloqlarni umriga zomin bo'lishimiz mumkin do'stlar. Bo'ladi, bizga yetadi. Endi biz hozir qilich yasab oldik, tapara yasab oldik va kerka yasab oldik. Do'stlar, kerka yasadik. Mana endi sindirib, endi yo'lga chiqamiz do'stlar. Bizga hozir endi oziq-ovqat kerak bo'ladi do'stlar. Oziq-ovqat uchun endi hayvon topishimiz kerak. Hayvon izlashni esa boshladik do'stlar. Mana qo'y. Qo'y, o'lgin kelyaptimi? Yo'qmi? Ha, bo'ldi, o'lgin kelyapti ekan. Ketdik do'stlar, o'ldirdik. Va endi bizga yana ko'proq hayvon kerak. Ey cho'chqa. O'l. Ana bizga bitta yana qo'y topib berdi do'stlar. Qani bo'lmasa, ketdik. Bo'ladi, bizga shu ovqat ham. Agar yo'lda hayvon chiqsa yana o'ldiraman, bo'lmasa indamaygina ketaveramiz do'stlar. Biz qishloq topishimiz kerak. 10 minutning ichida qishloq topib, qishloqlarni barini umriga zomin bo'lishimiz kerak do'stlar. Mana bu do'stlar, o'zi yana bitta cho'chqa topdik do'stlar. Mana o'ldirdik, go'shini oldik va ketdik do'stlar bu yerdan. Yo'l-yo'lakay ketyapmiz do'stlar. Mana suv chiqdi. Voy, jonim ketdi do'stlar. Ketdik, suvdan chiqamiz. Asta-asta yo'lga tushyapmiz, o'zi ketyapmiz yo'l-yo'lakay. Qishloq. Tepada qishloq. Qo'yni o'ldiramiz va qishloqning oldiga yo'l olamiz do'stlar. Qani bo'lmasa, ketdik. Tezroq biz hozir bu yerga boramizda qishloqlarning birinchi narsalarni, asalarilar. Asalarilarni uyini sindiramizmi deyman ha. Bir yomonlik qilmaymizmi? Bir yo'q, masallarlar qaranglarchi. Yo'q, bir qoch. Ketdi. Kelib qoch. Bo'ldi, qoch, baribir qoch. Kelib qolishi mumkin. Qoch. Ketdi. Biz bu yerning qishloqlarning eng asosiy uyini topishimiz kerak. Bo'ldi, kelmayapti. Endi bemalol yuraveramiz do'stlar. Qishloqlarni hali o'ldirmaymiz do'stlar. Hozircha bizga kerakli narsalarni olamiz, uydagilarni, keyin esa qishloqlarni o'ldiramiz do'stlar. Do'stlar, mana ketyapmiz qishloqqa. Nima gap? Zo'rmisan? Ha, zo'r bo'lsang yaxshi. Qani bo'lmasa uyga kirib ko'ramiz do'stlar. Mana uyga kirdik. Kartoshkalar va noni olmasi bor ekan do'stlar. Olmani oldik, kartoshkani oldik, nonni oldik. Divonni ham olib ketamizmi? Yo'q, divonni qo'yib ketamiz. Kerak emas bizlarga. Endi divonni qaytarib joyiga qo'yib qo'yamiz. Divonni joyiga qo'yib, keyin boshqa yerdagi uydagi narsalarni olishga o'tamiz do'stlar. Bu gadoy ekan, buni uyda ishtimay yo'q ekan. Gadoybachi. Bo'ldi. Mana bu uydachi. Bu uyda ham ishtimay yo'q ekan. Bu uyda ham egasi gadoybachi ekan. Qani pastdagi uylarga o'tamiz. Sizlarga water drop ko'rsataman. 1, 2, 3 qaranglar. Ana water dropni eng zo'ri. Kim qilarsa atvet qilib qo'yinglar mana do'stlar. Bu uyga kiraylikchi.
Bu ham Gadoyiston ekan, do'stlar. Biz Gadoy qishloqqa kelib qoldik. Do'stlar, Gadoy qishloq bo'lmas ekan. Chiqdik, tepaga ko'tarilyapmiz. Ko'tarildik, ketdik. Tepada yana bitta uy bor, adashmasam. Bor ekan. Bu boya kirgan uyimizmi? Shu ekan. Bo'ldi, do'stlar, chiqib ketamiz. Ketdik bo'yicha. Bunga ham kirdikmi? Bunga ham kiribmiz ekan-ku. Bunga ham kirgan ekanmiz-ku. Nima qilaman? Tepada uy bor ekan. Tepaga sizlarga yana bitta water drop ko'rsataman. Water dropga yetdi, do'stlar. Voy, yiqilib tushdik, do'stlar. Men baribir chiqaman, do'stlar. Ketdik, do'stlar. 3-urinishda chiqaman. 3-urinishda. To'xtada, JTLga qarab turaylikchi, balki nimadir qilyaptimi deyman bizga. Ana, do'stlar, chiqdik. Birinchisiga, endi ikkinchisiga navbat. 1 2 3. Ana master class. Mendan master class sizlarga, do'stlar. Bu temirchining uyiga o'xshaydi, chota. Tush. Ana bitta kepkasi bor ekan. Kepkani olib kiyib olamiz, do'stlar. Kepkani kiyib olamiz. Kepkani kiyib oldik va endi biz yo'lga tushishimiz mumkin. Ketdik. Endi qishloqlarni o'ldirishga navbat. O'ldiraymi yo'qmi? Birdan ayt. Nima sotdi ekan bu? Qani 6 ta teriga bitta olmos. To'xtanglar-da, hali biz ertalab tushsin, bularni bitta qolmay o'ldiramiz, do'stlar. Golin. Men bilan urishsanmi? Urishsanmi? Urishsang aytlegan, Golin. Urishmaysanmi? Men urishaman. Orqasidan o'tamiz. 1 2 3. Urmayapsanmi, Golin? 1 2 3 4 5 6 7 10 marta urdim, do'stlar. Menga hech nima qilmayapti, Golin. 11. JTL topaylik-da, do'stlar. JTL uraylikchi, balki bizga teginib ketar Golin. JTL qansan? Mayli ekansan. Do'stlar, Golin bizni urmayapti. Golin. Do'stlar, chota Golinga biron nima bo'ldimi deyman. Golinni o'ldirib tashladik. Bo'ldi, do'stlar. Endi uxlashimiz kerak. Ertalab tushsa, JTLlarni o'ldiramiz, do'stlar. Voy, sigirvoy. O'lging kelyaptimi? O'l. Do'stlar, ishlamay qoldi. Qotib qoldik. Ishlayapti ekan. Bo'ldi, ishlab ketdi. Ketdik. Ishlamay qoldi. Tiqilib qoldik. Chiq. Bo'ldi, chiqdik, do'stlar. Endi ikkinchisini o'ldiramizmi yo'qmi? Birdan aytinglar. Bo'ldi, o'ldirmaymiz, do'stlar. Bizlar ham uxlashimiz kerak. Kech tushib qoldi. Kech tushgan qaranglar, uyagilar kelib qolsa o'lishimiz mumkin, do'stlar. Zombilar kelib qolsa, skeletlar bilan sabzilarni olib ketamiz. Sabzilarni o'g'irlab olib ketamiz, do'stlar. Sabzilarni oldik. Endi biz insofli o'g'ri bo'lganimiz uchun biz sabzilarni bittasini cho'chqaga beramiz, do'stlar. Ketdik, cho'chqa topinglar. Mana cho'chqa ham yo'ldan chiqadi. Sabzi yeysanmi? Yedingmi? Bo'ldi. Rahmat, kerak emas. Ketdik, do'stlar. Endi biz hozir JTLlarni uyiga tushib uxlashimiz kerak, do'stlar. Ketdik. Qaysi JTL ko'zim? Tarvuz. Toti tarvuz, JTL. Tur. Sabzi yeysanmi? Qara, men yeyman, qarab tur. Men qara, sabzi yeyishimga qara men. Sen yeyalasanmi shunday? Yeyolmaysan sen. Men qanday yeb qo'yapman. Bo'ldi, do'stlar, yedik. Endi bir turg'izib uxlaymiz, do'stlar, joyiga. Mana, do'stlar, uxlayapmiz. Turdik, do'stlar. Ketdik. Endi chiqib tarvuzni yeb ko'raylikchi. Mazali ekan. Bo'ldi, sindirib oldik. O'l, JTL, o'l. O'lmadi, do'stlar. Endi buni o'ldiramiz. O'ldirdik. Pishagan bir shapat yemasa bo'lmay ekan, do'stlar. Uyingga yashab oling. Qayerga ketib qoldi JTL? JTLlar qochib ketdi, do'stlar. Bizdan qo'rqyapti JTLlar, do'stlar. JTL izla. Qani, tezlash. JTL. Do'stlar, JTL yo'q. Boya kirgan uyimiz, qo'y ekan bu. JTL bo'ylabman. JTL qani bu uyni? Ana bizga bitta 3 ton topildi, do'stlar. Endi 3 tonni ham kiyib olamiz. 3 tonni kiyib oldik. Do'stlar, bu yerdagi JTL yo'q.
Va do'stlar, jet illarni hammasini o'ldirdik va bizdan qo'rqqanlari esa qochib ketdi. Keyingi video chiqishi uchun videoga like bosing va kanalda yangi bo'lsangiz kanalga